2 gün burun mən şu daraxtlarını məşqə əp çıxıb köçürüb çuxurçalar qılıb ekkan edim. Mən ondan aldım mənə sarıq sirenimi ekkanman. Mən sizlərə açılsa köçdü berəmən dedim. Mənə açılğanı uje bizlərdə bu Polşadan kelgan hisobiga yurtlar salqın, bizlərdə issiqqa kelganiga mana uje buton bo'lib turgan edi bari. Açılğanı mənə sразу qurg'atvardi bu yerda. Endi keyingi yil xudo xolos joyini chiqqanda sразу issiqqa ko'nikib chiqadi, потому что qishdan qishlab chiqadi xudo xolosiga. Mana qancha o'zgarish, ekkanimga ham mana qancha bo'ldi. O'tgan videolardan ko'rib olsanglar bo'ladi. O'rtasi mana 2 hafta bo'ldi ekkanimga. Shoxlari qancha o'sib qoldi mana. Tegidagi mayda shoxlari mana ancha o'sib qoldi. Buni men har doim bundaq mana azotim turibdi. Chelagimda har doim mana shunday bo'ladi. Gumat kali mana jeleza turibdi. Bu jelezadan mana 10 litrga bitta qoshiq solinadi. Lekin men 10 litrlik mana bitta qoshiq sizlardan sal ko'proq. Keyin gumat kalidan qo'yaman. Gumat kalini 2 ta kalpachok, bitta 10 litrga 2 ta kalpachok degan men normasini bilaman, uje mana bitta 2 ta kalpachok qo'yildi. Endi azotni men tagiga mana har doimgidek mana sepalayman. Ko'ryapsizlar? Mana sal. Uni ustiga mana azotni sepganimni ko'ringlar, qancha ozgina, unaqa ko'p emas. Apa kuydirib qo'yadimi deyasizlar? Yo'q, kuydirmaydi. Men agar kuydirsa, necha yildan beri men shu ishni qilaman. Kuydirsa meni gullarim kuyib ketish kerak edi. Allohga shukr, kuy yaqqan yo'q. Mana shunaqa qilib hammasini men qo'yib chiqaman. Keyingi kechagina mana 2 kun oldin ekkan gullarimga ham tegiga men aldım, mana ko'ryapsizlar, tegini nam bo'lib turibdi. Tegini namiga men oldin birinchi suv quyib oldim, sal namlab. Endi mana ozgina azot sepdim, mana ko'rdinglar. Qo'lim uchida. Mana endi magniy kaliy bilan qo'shilgan jeleza. Apa jeleza nimadir, o'zbekchasi nimadir deyasizlar. O'zbekchasi temir degani jelezani mana ozgina bu. Mana bu katta mash daraxtimni mana 2 kun oldin salqinda ekib qo'ydim. Mana hozir davomiga videoni qo'shyapman. Mana bo'ldi. Undan ko'p sepmayman. Men shu qo'limdagi yetyapti. Mana. Uncha ko'p sepib men kuydirib qo'ymayman. Shuning uchun sizlar ham mana shunaqa qilib sepinglar. Mana kichkintaylarni ham ekkanman, mana kichkintaylarga ham mana sepib qo'yyapman, bo'ldi. Undan ko'p bo'lmaydi. Mana shu temir moddasi bilan magniy kaliy qo'shilgan suvni mana ko'ryapsizlar, quyib qo'yyapman azotning ustidan. Mana tegida azoti turibdi. Mana oqib. Endi mana magniy kaliy suv quyapman. Shun bilan singib ketadi. Üstüden hazır yana ozgina toza o'zimizning suvni quyib qo'yaman. Чтоб yaxshi o tegigacha, ildizigacha singib ketishi uchun. Mana. Sizlarga atayman, video obzor qilyapman. Apa nimadir qaytaribni ko'rsatib berib turibdim. Mana turibdi gullarim ham yashil. Bariklari mana ham yashil mana. Buni yana 10 kundan keyin men sizlarga video obzor qilib beraman. Meni mashg'ulim azot saldim, magniy saldim. Ko'rib turibsizlar. Men sizlarga 10 kundan keyin mashg'ullarim o'lib qoldimi, yo'qmi? Men sizlarga video obzor qilib beraman. Mana Polshadan kelgan sariq sirenim ham turibdi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videoda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Like, kommentariyalarni kutaman. Birinchi like'larni bosgan odamlardan xudo xolasa Alloh rozi bo'lsin. Meni shuncha hurmatlab, vнимание ajratib menga yozayotganinglardan juda ham xursandman. Alloh panohida bo'linglar.